Çık. 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 Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli azizlar, qadrdonlar, akalar, opalar, singillar, jigarlar, xullas mana o'z boshimchalik bilan endi noqonuniy ravishda men profilaktika inspektori Jumayev opam boyagi Mallayev Shavkat tarafga, o'g'li Farhod tarafga, keyin undan tashqari kelini Sayyora tarafga, xullas mana bular bemalol mana o'zlaricha o'z boshimchalik bilan mani beton qo'yishga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana endi bunaqangi holatlar bo'lgandan keyin muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich sizdan iltimos qilaman. Mani xotinimning nomiga, Hasanova Gulmiraning nomidagi yer uchastkani men o'z boshimchalik bilan hech qanday xat hujjati yo'q, boshqasi yo'q. Egalik qilish maqsadida mana endi profilaktika inspektori ham boya aytayapti, Jumayev opam aytayapti, yoniga 2-3 uchastkovoy aytadi, indamay deydi, telefon qilib bizga ushlab bermaysanmi? Mamat Felixni ham, Hasanova Gulmirani ham qo'lidagi hujjatlargacha boshqalargacha olib qo'yaylik, hech qanday murojaat qilinmaydi deb aytayapti. Iltimos muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich, Saida opa, Tanzila opa Narbayeva, iltimos mana shunaqangi bu ichki ishlar noqonuniy ishlaydigan xodimlarga bir chora ko'rib bering. Iltimos sizdan boshqa bizlarda sizdan boshqa suyanchig'imiz boshqamiz yo'q. Iltimos bosh prokuror Nigmatullo Yo'ldoshevich, ichki ishlar vazirligi akalarimiz, opalarimiz, singillar, akalar mana shu masala bo'yicha murojaat qilyapmiz endi. Iltimos sizlardan. Mana noqonuniy egallashga harakat qilma. Mana ko'rib turibsizlar, men iplar tortib tayyor qilib, mana apalovkalargacha o'rnatib qo'yibdi. Lekin biz ruxsat berganmiz. Nabort biz chiq desak, chiqmayman o'zicha boya o'z boshimchalik bilan noqonuniy mani oilamga tegishli uydi. Mani uyim. Mani uyimga xo'jayinlik qilib olmoqchi ekanlar. Endi nima qilaylik? Biz nima qilaylik? Boshimizni qayerga uraylik endi? Mana hali ketib boryapti hali. Mana o'g'li, o'sha Mallayev Shavkat o'g'li Farhod ketyapti mana. Mana bemalol bularga nima qonuniy chora, bir bizlarda haq huquqimizni ta'minlaydigan tashkilotlar yo'qmi? Qashqadaryo viloyati Qamash tuman Qorabog' qishlog'ida, Qorabog' mufeyida, Qorabog' ko'chasi 198-uyda yashaymiz mana bizlar. Bizlar ham O'zbekiston fuqarosimiz. Azizlar, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonov faqat sizdan iltimos. Mana shunaqa zo'ravonlarga, mana shunaqa qonun buzarlarga bir qonuniy bir chora ko'rib, jinoiy javobgarlikka tortib bering. Iltimos sizdan. Iltimos qilaman. Yana ham iltimos qilaman. Oilam Hasanova Gulmir. Endi prosta tak bizlar har doim qo'rqib yashashimiz kerakmi? O'zimizning uyimizga ham, hovlimizga ham